Giyohvandlik asr vabosi. Darhaqiqat, bugungi kunda giyohvandlik butun dunyoda asr vabosiga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu balo ko'plab musibatlar va oqibatlarni keltirib chiqarmoqda. Xo'sh, nima qilish kerak? Qanday choralar qo'llasak bo'ladi? Demak, mavzuga doir amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar haqida fikr yuritamiz. Bugun dunyoda giyohvand moddalar iste'mol qiluvchilar soni ortib bormoqda. Bunga yer yuzi aholisining ko'payib borishi bilan bir qatorda jahonda sintetik giyohvand moddalar iste'moli yildan yilga ommalashib borayotgani ham sabab bo'lmoqda. So'nggi yillarda mamlakatimizda narkologik kasalliklarning oldini olish, tashxislash va davolash, ularga chalingan shaxslarni tibbiy, ijtimoiy reabilitatsiya qilishni rivojlantirish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. Xususan, davlatimiz rahbarining 2022-yil 16-mayda qabul qilingan aholiga narkologik yordam ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori mazkur sohani yanada rivojlantirishga xizmat qildi. Ushbu qarorga ko'ra, narkologik kasalliklarga chalingan shaxslarni majburiy davolashga yuborish bo'yicha barcha tibbiy tekshiruvlar narkologiya dispanserlarini o'zida, zarur hollarda boshqa muassasalarda amalga oshirilmoqda. 2022-yilda prezident tomonidan qaror imzolangan 244 bu qarorda demak butun respublika narkologiya xizmati jihozlandi. Tibbiy jihozlar bilan jihozlandi. Buni ETSO ham reanimatsiyadan tortib laboratoriyagacha jihozlar ajratib berildi. Bu filialda hech qachon rentgen apparat bo'lmagan. Lekin shularning qarorlari bilan raqamli rentgen ajratib berilgan. Hozirgi kunda oldin bemorlarning albatta o'pkasini tekshirishimiz kerak. Shu sababdan boshqa muassasalarga yuborilgan bo'lgan bo'lsa, ajratilgandan beri bemorlarni hech qayerga yubormasdan betda o'zida rentgenlarni qilib, o'pkasini ko'rib, nima kerak bo'lsa, qanaqa analizlarni hammasini betda qilib, xizmat ko'rsatib, bemorlarni yotqizib davolatyapmiz. Bizning muassasamiz 75 o'ringa mo'ljallangan. Shuni ichida reanimatsiya bo'limimiz bor, 6 o'rinli. Shuning ichida bizda laboratoriya aytgandek yaxshi jihozlangan, fizioterapiya yaxshi jihozlangan. Bemorlar davolanish uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Respublika ixtisoslashtirilgan ruhiy salomatlik ilmiy amaliy tibbiyot markazining narkologiya xizmati bo'yicha Toshkent shahar filialida ham so'nggi yillarda katta o'zgarishlar ro'y berdi. Markaz yangi binoga ko'chib o'tib, bemorlarning ruhiy holatini tiklash, ularga tibbiy yordam ko'rsatish uchun kerakli tibbiy jihozlar, dori-darmonlar bilan ta'minlandi. Malakali mutaxassislar jalb etilishi va moddiy texnik bazasini yangilanishi natijasida tibbiy xizmat samaradorligi oshdi. Soha mutaxassislarining ta'kidlashicha, inson bu yomon illatdan o'zi voz kechmas ekan, uning oqibatlari ayanchli yakun topadi. Psixoaktiv moddalar iste'mol qilinishi inson salomatligi bilan bir qatorda turmush tarziga, kelajagiga, yaqinlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Сначала просто ради интереса, а потом это затянуло. Avval shunday qabul qilib yurdim. Keyin shu botqoqqa botib qoldim. O'zimni eplay olmay qoldim. Bu yerga murojaat qildim. Hozirgi kunda holatim yaxshi, nafaqadaman. 2 oy bo'ldi yotganimga. Psixologik darajada tayyorman. Farzandim, nevaralarim xabar olib turishdi. Buni hech kimga tavsiya etmayman. Birinchi iste'mol qilishi boshlayotgan odamlar o'zi har bittasida pul bor odamlar boshlaydi bu narsani. Kimdir albatta unga sababchi bo'ladi. Kimdir tanishimi, qaysidir topiladi, qani kelgan bir qilib ko'rgan, shuni iste'mol qilib ko'rgan, u yoqadi, yaxshi bo'ladi deb ularga shu narsani taklif qilishadi. Kim yo'q deya olmasa o'rganib qoladi. Keyingi bosqichlarda ishlayotgan odam ishdan ayriladi. Chunki nimaga ishga bora olmaydi? Ish normalni ishlamaydi ishxonada. Nima qiladi? Uydan bor qimmatbaho narsalarni olib chiqib ketadi. Oilasi bo'lsa, demak, ayollarini tillasimi, televizor bo'lsa, uyda televizorlarni hammasini olib chiqib ketib sotadi shu narsalarni. Oxirida oilasidan ham ajraladi. Endi shu ahvollarda asosiy bizga
kelganda, giyohvand moddalarni iste'mol qilganda, ayniqsa sintetikada bu uchraydi. Asoratli bo'yicha bu psixozli uchraydi. Psixoz nima desa, bu ko'zga ko'rinishlar har xil gallyutsinatsiyalar bo'ladi. Og'ir ahvolda kelishadi. Shu uchun bizda 6 o'rinli reanimatsiyamiz bor. Shunaqa ahvolda kelganda albatta reanimatsiya orqali bu bemor yotqiziladi va reanimatsiya orqali chiqariladi bu holatdan. So'nggi yillarda mamlakatimizda narkologik kasalliklarning oldini olish, tashxislash va davolash, ularga chalingan shaxslarni tibbiy ijtimoiy reabilitatsiya qilishni rivojlantirish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. Aynida mana shu yerda davolanayotgan bemor bilan biz suhbatimizni hozir boshlaymiz va sabablarini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Demak, shu yerda davolanasiz. Nima sabab bo'lgan modda qabul qilishingizga? Boshida nima desam bo'larkan, xush kayfiyat keltirardi. Kimdir tavsiya qilganmi yoki? O'rtoqlarimdan biri tavsiya qilib shu yo'lga bilib deydimi, bilmasdan deydimi shu yo'lga kirib qo'yganmiz. Boshida nima desam bo'larkan, har xil qiziqish paydo bo'lardi. Nasriyani nima kayfiyatni ko'tarish uchun bilmagan holatda. Tushkun kayfiyatda yurganmisiz o'sha paytda? Qandaydir muammolaringiz bo'lgani uchunmi? Qanaqadir muammolar bo'lardi, lekin shu boshida biz o'ylardikki, shu moddalarni iste'mol qilsak xuddi muammolar hal bo'lib qoladigandek go'yoki shunaqa tuyulardi bizga boshida. Ishxonada ham, oilada ham, kim bilan gaplashganingizda hamma bilan go'yoki xuddi yechimlar yechilib, hamma narsa hal bo'lgandek tuyulardi boshida. Qancha vaqt iste'mol qilgansiz? 6 yil. 6 yil. Oila a'zolaringiz bilishganmi bu haqda? Yo'qotishlar paydo bo'ladi. Bunda boshida hech kimga bilinmaydi. Oilada mo'jarlik kelib chiqadi. Oilada mo'jarlik kelib chiqqandan keyin o'sha hech qanday ishingiz o'ngidan kelmaydi, ishingizda kelib chiqadi. Qancha yildan keyin oila a'zolaringiz bilib qolishgan iste'mol qilayotganingizni? Qabul qilmagan paytingizda naslingiz boshqacha gaplashasiz oilangiz bilan. Shundan sezishgan. Qabul qilgan paytingiz xush kayfiyat, hammaga mehribon bo'lib qolasiz. Shunaqa sekin-sekin ishxona, oila hamma asta-sekin bilishgan. 5 oydan beri shu yerda davolanyapman. Zararli ekanligini qachon his qilgansiz? Zararli ekanligini hamma narsani yo'qotib qo'ygandan keyin. Nimalarni yo'qotib qo'ygansiz? Birinchi o'chirda oila ketdi, voqea ish, o'zingiz bilmay qolar ekansiz, hamma narsadan chekka chiqib qo'ygan edim. O'zimni tengdoshimni, o'zimdan yoshligim shunaqa maslahat berardim. Bu yo'lga kirmaslikni, sog'lom turmush tarzida amal qilishni tavsiya qilgan bo'lardim. Ushbu illatning oldini olish uchun avvalo xastalikning sabab bo'luvchi omillarni bartaraf etish, yoshlarni sportga jalb etish, ularning ma'naviy dunyosini umuminsoniy qadriyatlar va milliy g'urur hissi bilan boyitish ham hayotiy zaruratdir. Shuningdek, bemorni ruhiy holatini his etish, unga psixologik va tibbiy yordam berish lozim. Eng avvalo bu jizzakilik, gap ko'tara olmasligi yoki tez-tez munosabatlararo shaxslararo munosabatlarda buzilishlar, bir-birini tushunmovchiliklar yoki bemorda ba'zi bir ruhiy o'zgarishlar kuzatilishi mumkin. Shu holatlar bilan biz birinchi tashxis qo'yishimiz mumkin, bemorda qandaydir moddaga moyillik bor. Bu moddalar natijasida yoki bu moddalarni iste'mol qilish paytida yoki iste'mol qilish to'xtatilgan paytda kuzatilish ehtimollari bo'ladi. Bizani meditsinskiy tilda bular psixozlar deb aytiladi yoki bemorning og'irlik darajasiga qarab abstinensiya holatlari deyiladi. Shu holatlariga qarab bemorga birinchi yordam ko'rsatiladi. So'ngra esa sekin-asta bosqich-bosqich davolashni olib borilgan holatda bemorni reabilitatsiya bo'limiga motivatsiya o'tkaziladi. Ya'ni motivatsion psixoterapiyaning eng katta asosiy sababi bemor ikkilanib turgan bo'ladi. Ya'ni yoki men kasal emasman yoki kasalman. Yoki ikkinchi sababi davolanish menga shart emas yoki shart. Mana shu ikkilanishni olib tashlangan holatda bemorga birinchi motivatsiya o'tkazilgan holatda reabilitatsiya o'tkaziladi. Eng avvalo psixoterapevt va yoki shifokor patsient o'rtasida kelishuv bo'lishi kerak. Ya'ni bu kelishuvda bemor kasalligini tan olishdan tashqari bemor o'zi ham tushunishi kerak. Ya'ni bu kasallikdan bitta patsient yoki vrach emas, mas'uliyatni bo'lib olgan holatda olib borilishi kerak. Qancha bemor mas'uliyatni o'z bo'yniga olsa, shunchalik davolash va natija yaxshi bo'ladi. Bugungi kunda narkologiya xizmatini malakali kadrlar bilan ta'minlash, ularning malakasini oshirish, tashxis qo'yish va davolashning zamonaviy metodikalari hamda texnologiyalarini joriy etish. Ushbu yo'nalishda ilmiy tadqiqotlar olib borishga alohida e'tibor qaratilyapti.
Hududlarda ruhiy narkologiya kasalliklari shifoxonalari hamda ularning bo'limlari tashkil etilgan. Har bir tuman tibbiyot birlashmalarida, oilaviy poliklinikalarda narkologiya bo'limlari yaratilib, malakali mutaxassislar faoliyat yuritib kelmoqda. Toshkent shahrida har bir tuman tibbiyot birlashmada shifokor narkolog hamshiralar bilan mavjud. Bemorlarni o'sha yerda qabul qilishadi. Bu nimaga shunaqa qilingan? Birinchidan xizmatlarni aholi uchun yaqinroq qilish. Bir chekkadan ikkinchi chekkaga odamlar yurmasligi uchun. Ikkinchidan mana ham ichkilikbozlik bilan giyohvandlikka chalinganlar bilan profilaktik inspektorlar ham ish olib borishadi. Ularga ham yengil va oson bo'lish uchun u tuman tibbiyot birlashmaga o'sha bemorlarni olib borishadi. Shu bilan birga endi nazoratga olish uchun hamma hujjatlarni tayyorlab, ular shu bemorlarni bizga yuborishadi. Biz orqali nazoratga olinadi va nazoratda vaqt kelganda nazoratdan yechiladi. Vaqt kelganda nima so'v, nima tushunsov deb savol bersangiz, nima bu to'g'risida tushunsov bo'ladi desangiz, demak nazoratga olingan shaxslar, bemorlar 3 yil nazoratda turishi shart. Birinchi yil misol uchun har yil shifokor narkologga ular tashrif buyurish kerak. Keyingi ikkinchi yil har 2 oyda tashrif buyuradi, oxirgi yil har bir kvartalda, demak 3 oyda bir marta kelib ketish kerak. Bu nimaga shu qilingan? Demak, shifokor narkolog bemor bilan suhbatlashib, qarab, bu rostdan ham iste'mol qilyaptimi, iste'mol qilmayaptimi, xulosalarga kelib ambulator kartalarda yozuvlarni olib boradi. Odam yaxshi, toza 3 yil yursa, iste'mol qilmasa, uchetdan yechiladi. Shahrimizning Olmazor tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli ko'p tarmoqli poliklinikada ham ro'yxatda turgan giyohvandlikka ruju qo'ygan shaxslarga ruhiy va tibbiy yordam ko'rsatib kelinmoqda. Maqsad ularni to'g'ri yo'lga boshlash. Bunday holatlarni oldini olish va uning oqibatlari haqida ogohlantirish. Biz Olmazor tumanida joylashgan markaziy ko'p tarmoqli poliklinikaga tashrif buyurdik. Bu yerda narkolog shifokor Firzaxon Islomova bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Demak, o'sha markazlarda, narkologik markazlarda davolanib bo'lgandan keyin, uyga chiqqandan keyin asosiy nazorat ushbu shifokorlarimiz tomonidan olib boriladi. Umuman olganda hududda qancha bemorlar bor va mana shu jarayonda ushbu kasalliklarga chalingan bemorlar to'liq tuzalib ketganmi? Afsuski, hududda narkomanlar, zaharvandlar, giyohvandlar, spirtli ichimlik iste'mol qiluvchilar bor. Bu yildan yilga oshib boryapti. Yoshlar orasida ayniqsa bu narsa ko'p kuzatilyapti. Hozir sintetik tabletkalar shular ko'p chiqib ketgan. Bu narsalarni yoshlar ko'p iste'mol qilib, tobelik tezroq rivojlanyapti. Biz asosan bemorlar dispanserda davolanib chiqqandan keyin bizada ko'rikda turishadi. Ko'rikka olamiz, dispanser nazoratiga olamiz. Bu dispanser nazoratimiz 3 yillik nazorat. Bemorlarni birinchi yil har oyda ko'rik qilamiz, ikkinchi yilda 2 oyda bir, uchinchi yilda 3 oyda bir ko'rik qilamiz. Agar shu oylar, yillar davomida bemorlar o'zi sog'lom, shu narsani iste'mol qilishmasa, biz dispanser nazoratidan o'chiramiz, chiqaramiz bemorlarni. Bu albatta sud-med ekspertiza orqali amalga oshiriladi. Haftasiga bir marta bemorlarni uyiga borib, ularga oila a'zolariga tushuntirish ishlari olib borib, bemorlarni o'zi bilan ham suhbatlashib, tushuntirish ishlari olib borib, yordam kerak bo'lgan bemorlarni kerakli muassasalarga yo'naltiraman. Shu ishlarni qilamiz. Hamshiralarim bu narsani haftasiga 2 marta, men 1 marta borib shu narsalarni qilib kelamiz. Agar nogiron bemorlar bo'lsa, yurishga qiynaladigan bemorlar bo'lsa, ularni har oy hamshiralarim 3 oyda bir o'zim borib ko'rik qilaman. Ular bilan suhbatlashib, kerakli yordamlarni ko'rsatib, tibbiyot birlashmasi tomonidan ham hamshiralar, o'sha uchastka nozirlari, hamshira, vrachlar borib, ular bilan suhbatlashib, kerakli yordamlarni ko'rsatib,
dori darmon kerak bo'lsa ular bilan ham ta'minlab kelishadi. 2025-yil 3-noyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining aholi salomatligi va millat genofondini giyohvandlik va narkojinoyatlardan samarali himoya qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni e'lon qilindi. Unga 2024-2028 yillarga mo'ljallangan milliy strategiyaning ustuvor maqsadlariga erishish, giyohvandlik va uyushgan narkojinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish orqali aholini, birinchi navbatda yoshlar salomatligini hamda millat genofondini samarali himoya qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Asosiy e'tibor millat genofondiga jiddiy tahdid solayotgan giyohvandlik illatiga qarshi kurashish, uyushgan narkojinoyatchilikka chek qo'yish, tezkor profilaktik va tashkiliy tarbiyaviy choralar kompleksini belgilash, voyaga yetmaganlar va yoshlar orasida psixoaktiv moddalar iste'mol qilinishining oldini olish va barvaqt aniqlashga qaratilgan profilaktika tizimi ishlab chiqildi. Giyohvandlik moddalar, psixotrop moddalar va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning noqonuniy aylanmasiga qarshi kurash maqsadida doimiy ravishda tezkor profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ushbu tadbirlarni amalga oshirish mobaynida 2026-yilning 4 oy mobaynida 1460 dan ortiq holda aniqlangan. Tadbirlar davomida 155 kg 800 gramdan ortiqroq giyohvand moddalari aniqlashtirib, daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirib olingan. Amalga oshirilgan ishlar natijasida 80 dan ortiq jinoiy guruhlarning faoliyatiga chek qo'yilib, 115 nafar jinoiy guruhlar a'zolari qo'lga olindi. 2025-yil 3-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 207-sonli prezident farmoni qabul qilingan. Ushbu farmonda 5 ta ustuvor vazifa belgilab berilgan. Ushbu vazifalardan birinchisi ta'lim muassasalarida yoshlar va talabalar o'rtasida giyohvandlikka qarshi murosasiz munosabatni shakllantirish va ularning aylanmasiga chek qo'yish. Ikkinchisi, O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirilayotgan giyohvandlik vositalarining yo'nalishlarini aniqlash, ularni internet tarmog'ida tarqalish harakatlarini, shuningdek ushbu harakatlarni amalga oshirishda rahnamolik qilayotgan mansabdor shaxslarni aniqlash va ularni jazolash. Uchinchisi, giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish. Shuningdek, giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni noqonuniy aylanmasiga jinoiy huquqiy mexanizmni shakllantirgan holda kuchli jazoni tayinlash va jazolarni og'irlashtirish. To'rtinchisi, giyohvandlik vositalari tayyorlanadigan prekursorlarning noqonuniy aylanmasi, shuningdek ularni foydalanishini davlat nazoratini o'rnatish va ulardan foydalanuvchi tibbiyot muassasalari ustidan nazorat o'rnatish. Beshinchisi, aholi, ayniqsa yoshlar va voyaga yetmaganlar o'rtasida giyohvandlik va zaharmandlikni aniqlash, ularni tashxislash, davolash va tibbiy ijtimoiy reabilitatsiya qilishni takomillashtirish. Mazkur farmon ijrosi hamda aholi salomatligi va giyohvandlikka qarshi kurash sohasida amalga oshirilayotgan ishlar natijasida narkojinoyatchilik va giyohvandlikka chek qo'yilmoqda hamda hududlarda doimiy ravishda aholi bilan tushuntirish ishlari, profilaktik ishlar amalga oshirilmoqda. Bugun giyohvandlikka qarshi qanday kurashish kerak? Muammoning oqibatlari bilan emas, balki sabablari bilan kurashish samaraliroq. Bu kurash qanday amalga oshiriladi? Faqat targ'ibot, tashviqot va media imkoniyatlaridan keng foydalanish orqali. Mamlakatimizda barcha turdagi giyohvandlikka qarshi izchil kurash olib borilmoqda. Xususan, mahallalarda, ta'lim va sog'liqni saqlash muassasalarida, barcha mehnat jamoalarida giyohvandlikning inson sog'lig'iga zarari va uning ayanchli oqibatlari haqida ma'naviy-ma'rifiy targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Bizlar mahallamizda giyohvandlikka qarshi kurashish bo'yicha mahalla yettiligimiz bilan profilaktika chora-tadbirlari bo'yicha ishlar olib borilyapmiz. Hozirgi kunda yoshlar o'rtasida giyohvandlik moddalari va psixotrop moddalarga qaram bo'lib qolish holatlari ko'payib ketganligi uchun targ'ibot ishlari va yoshlar bilan ko'proq uchrashib profilaktik suhbatlar o'tkazib boryapmiz. Hozirgi kunda mahallamizda giyohvandlikka qaram bo'lib qolgan fuqarolarimizni majburiy davolanish, narkologik dispanserlarga yotqizib kelyapmiz. Huquqbuzarlikni oldini olish va jinoyatchilikni jilovlash maqsadida mahallamizga 60 taga yaqin kuzatuv kameralari qo'yganmiz. Shu orqali nazorat olib boryapmiz. Maqsadimiz bu yomon illatdan yosh avlodlarimizni qaytarish va shu orqali targ'ibot, tashviqot ishlarini kuchaytirish. Bugungi kunda giyohvandlik bilan shug'ullanayotganlar, narkotik moddalarni yetishtirib ishlab chiqarayotganlar, tashiyotganlar, sotayotganlar
yoshlarni aldov yo'llari bilan giyohvandlik qurboniga aylantiryapti. O'z hamyonini ko'paytirish ilinjida og'uni voyaga yetmagan yoshlar orasida tarqatib, uni iste'mol qilishga targ'ib qilayotganiga jim qarab turib bo'lmaydi. Agar ko'plashib ularning qo'lidan tutmasak, hammamiz baravariga g'arq bo'lib, halokatga uchrashimiz turgan gap. Giyohvand moddalarni iste'mol qilish inson shaxsining yemilishiga olib keladi. Turmushda va jamiyatda axloqiy nopokliklarga yo'l ochib, jinoyatlarning o'sishiga sabab bo'ladi. Giyohvandlikka qarshi kurashish faqat huquqni muhofaza qiluvchi organlarning ishi emas, bunga hammamiz birdek mas'ulmiz. Bilib turib beparvo bo'lishga haqqimiz yo'q.